Zalni maydoni uchastkalanikida eniga 5, uzunligi 7 metr bo'lgan chiroyli qandillarda remontni o'zlari uchun addush qilgan ekanlar deb o'yladimiz. Mo'ysha bo'ylada oyoqtagiga yaxshi gilamlar to'shalgan, elita pardalar qilingan, patologlarga bitta e'tibor berasizlar. Hamma yo'q gipsokarton, patolochni abo'ylada chiroyli ishlovlar berilgan. TV zonasiga esa alohida bitta like qo'ymasangiz bo'lmaydi yangajon, chunki bunaqa kvartira har kun ham sotuvga chiqmaydi. Mana bu yerdagi katta koridordan unumli foydalanilgan, yumshoq mebellar qilingan, kladovka qilingan, mana bunaqa zombik juda ham chiroyli oynalar qilib qo'yilgan. Kiraverish eshigi oldida ham mana bunaqa oyoq kiyim qo'yadigan prixoshka. Bu yoqqa soatlaringiz, pullaringiz shunaqasidan qo'yasizda, bu yoqqa oyoq kiyim qo'yasiz. Mana bu yoqda yana alohida prixoshka, kiraverish eshigi, kirganda sanuzulga bitta baho bering. Qarang, vanna, tahorat oladigan joy alohida, rakvina hamda kir mashina uchun pastda alohida joy qoldirilgan, suv isitgichlargacha tayyor. Bu yoqda esa lit unitazli hojatxona devorlari to'liq kafil, koridor, vanna, tualet, oshxona, oyoqdagi tepli pol qilingan. Qolgan joylarda batareyalar. Kvartiramiz 3 xonali, Kreditini ko'chasida joylashgan. Shunagina Ziroat bankni chorrahasi oldida eski sumga yaqin joydan zakaznoy kuxni garniturlar, xolodilnik uchun joy, bu yerda duxovka uchun joy, moyka, gaz plita, bitishka, buni ichida esa двухконтурный котелы bor. Qo'shimchasiga bu yerda ham mebellar qilingan, tasqalgan stolmi shunaqa ish qilib foydalanasizlar. Mana bu yerda kattagina yotoqxonasi, anchagina katta, chiroyli qilib ta'mirlangan. Ichki eshiklari keyin menga juda ham yoqdi. Oddiy MDF dan foydalanilmagan, bu anchagina bagati ko'ringan hamda narxi ham anchagina qimmatroq chiqqan bo'ladi. Zakaznoy holatda, bu esa detskiy xonasi. Derazalarimizdan yangi turizm zona ko'rinib turadi. Kvartiramiz maydoni 100 kvadratga yaqin, 3 xonali, 5-qavat, liftli domdan. Shunaqa zo'r kvartiralarni o'tkazib yubormaslik uchun bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Narxi qancha deysizmi? Pastdagi raqamlarning ustiga bitta bossangiz, to'liq ma'lumoti narxlari bilan birga kelib chiqadi.